Assalomu alaykum mol boqarish namandalari, sizlarda ajoyib yangilik. Endi Qo'qonda vodiyda zakaz berurmaysizlar. Mol oxirlarini yem pishiradigan qozonlarni endilikda Vopkinda mana ixtiro qilyapmiz. Ham taylarni ko'ring, qanday avalni bo'lyapti. Hozir taxlash jarayoni ketyapti. Sizlarga mana taxlab bitgandan keyin ham dars videomizni kuzatib o'ring, qo'yib beramiz, ko'rasizlar. Ana o'rtoqlar, atolla qozon deydimi, tax bo'libdi. Tayi chuqur qilib taxlanibdi. Tekis emas. Avalni deydimi, tayini. Ana shunaqa bo'libdi. Ustini qo'ying, ustini keltirib bitta, ustini, og'zini ko'rsataylik. O't yoqadigan joylarini ochamiz hali. Nasib bo'lsa, mana krishkasi. 300 litr qozonimiz. Tagiga bo'lib oling og'zini. Og'zini oling. Yemni oxirini suzayotgan vaqtga takka tuyda bo'lib keladi chuqurlikka. Avalni qilib yasalgan tagi. Buyurtma beraverasizlar, olib keyin Qozoq bozoriga. Telefon nomerini ham qo'yamiz yoniga. Chiroyli qilib bemalol murojaat qilaverasizlar. 1.500.000 ga chiqibdi. Konteyner listidan chirilmagan toza listidan qilmoqchi. Deydi. Kaput yo'qmi? Mana o'rtoqlar tayyor bo'ldi. Atolla qozon deydimi qayni shuni? Oching qana og'zini usta. Ertaga yig'iladi borib. Tayi chuqur qilinganda tayi. Iqti ko'rsatamizmi tayi? Ko'rsating. O'tin qo'yadigan joylari, olav xonasi. Tayiga 3 ta noshkachasi bor. Takdan ko'rinishi mana, takdan ko'rinishi. Ovalnida chuqur qilingan tagi. 300 litr. Bemalol. Ayni mol nechtalikka qaraydi men. Mana holati 1,5 million so'm. Vopkinga temir bozor, eski o'ti Qozoq bozor. Buyurtma qilaverasizlar. Marhamat o'rtoqlar.